Assalomu alaykum, hurmatli klientlarimiz, obunachilarimiz. Sizlarga anchadan beri narsalarimizni ko'rsatib video qilolmayotgan edik. Mana hozirgi kunda yana yangitdan videolarimizni qo'yishni boshladik. Ko'ringlar. Qish mavsumiga to'rttasi birda naborlarimiz, Victor nabori to'rttasi birda. Sifatsiz narsa olaverishdan charchagan bo'lganlarga mana. Qaranglar, sifatli 10 ta yachaykali 5 amperli gaykayor, perforator, bolgarka, shurpayo'r narxi atiga 1.100.000, 1.360.000 olinayotgan narsa hozirgi kunda aksiyada 1.100.000 beryapmiz. Undan tashqari uchtasi birdasi keldi. Kimgadir gaykayor kerak bo'lmasligi mumkin. Reshta firmamizdan ko'ringlar, Reshta perforator, bolgarka hamda shurpayo'rtlarimiz keldi. Buni batareykasini ko'ringlar, original 10 ta yachaykali. Bu ham hali ichida qum to'ldirib bergan, boshqa bo'lmaydi. Akkumulyatorni to'laligini ko'rib turadigan datchiklari bor. Narxiga keladigan bo'lsak 1.200.000 sotilayotgan vaqtida hozirgi kunda 920.000 qilib belgiladik. Kimgadir mana shu mahsulotlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlarmi? Dastavkalarimiz kelishgan holatda qilib beramiz. Yetkazib berish qo'limizdan kelganicha hammaga to'liq ma'lumot berolmayotgan bo'lishim mumkin. Jo'natilmayotgan bo'lishim mumkin. Xudo xolasa mana yangi yanvardan mana boshladik. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini endi bitta emas, ikkita qilib belgilaymiz. Bosh shogirdlarimizga ham telefonlarini qo'yamiz. Agar men ma'lumot bera olmayotgan bo'lsam, shogirdlarim ma'lumot beradi. Sog' bo'lasizlar. Yaxshi kunda ko'rishguncha.